Uyda yolg'iz misin? Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nereden alasan? Appang nereden olaman? Ota-onang qayerda? Ota-ona qalbda bo'ladi, u suytoy bo'ladi. Pullar nerede turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul meni nerdaligimni biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. 7 kara 8. Keyingisi, Yosh bola ekansan, ha? lekin meniki katta. Orzularim. Yaxshi vaqtida chiqarib qol. Amaki to'g'rimi hozir shu ishinglar? Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlarmi? Buni ushlatish kerak. Nos chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapi. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarotda o't to'lib yotibdi. Shuni yuylaylar, men sizlarga naqd sanab beraman. Davay. İçasonlaradi. Tursunboy aka, uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'qsan, qashsha ichyapsanmi, unayni yemayapsanmi? Bular kim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar, sal toza qilinglar. İşletecek mi onu canob kirib? Ishlatajak, menimcha pes ödemasi yuyajak. No. Nazorat qilmanglar, qo'shnim bu nonga kelganda. Tursunboy aka, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Seni opan, no deydi. Men erga ot butini yig'ishda pullar qayerda? Bu yerda. Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tursunboy aka, siz menga non beruvdingiz-ku. Men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashab ket. Lala kuzurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Pul nerede pul? Dada? Dedekmesmen ben senin. Oyi. Yo'qole. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashlab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada, Ha balam. oyi. Yo'q. Ayt yetim aka. Ayting, oyi. Labe bolam. Sut ichaman. Bormi senda shu? Sut deyapti bu garang. Sut mendan nima qiladi? Ha, o'shadan. No, ishlatasan endi. Hey, zaharni qo'shaman, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Ava shunday. Olib ketdik davay. Men bolajon suting tayyor. Men mol sutini ichmayman. Yo, onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Ey bolajon, bitta ichib ko'rish. Unaqa shirin mazasi, voy, buni qara. Ne oldu? Apang öldü.